Xullas bizga moskitli setkalar bo'yicha ko'p savollar kelib tushyapti. O'shaning uchun bitta tushuntirish bermoqchimiz. Bu moskitli setkamiz eshiklarga qo'yiladigani yon tomondan ochilib yopiladi. Ochilyapti, yopilyapti. Profil ham 2.8 profil, qalin profil hisoblanadi. Qotirilishi qanaqa qotiriladigan savol berilsa, mana to'rtta tomondan shurplab romga qotirib qo'yiladi. To'rtta tomoni teshiladi romga. Bu eshik moskitli setkamiz hisoblanadi. Bu moskitli setkamiz oynaga qo'yiladigan moskitli setka bo'lib, bu pastdan tepaga ochiladi, tepadan pastga yopiladi. To'rtta tomonidan qotirib qo'yiladi, romni to'rtta tomoni teshib qotiriladi. Bu moskitli setkamiz ham pastdan tepaga, tepadan pastga ochib yopiladi. Xohlasanglar chapdan o'ngga, o'ngdan chapga ham ochib yopsa bo'ladi. Buni bitta yaxshi tomoni, rom teshilmagan holatda qotirilsa bo'ladi. Faqatgina bu plasmas romlarga tushadi. Termo bilan alyumin romlarga tushmaydi. Bu moskitli setkamiz Sinax moskitli setka hisoblanadi. Romni teshmagan holatda bemalol shuni kirgizib qo'yib, yana qaytib chiqarib ishlatsa bo'ladi. Buni yaxshi fishkasi, romingizni teshmagan holatda bemalol qotirib qo'ysa bo'ladi. Bu ham termo rom bilan alyumin romga tushmaydi. Bu faqat plasmas romga tushadi. Bu moskitli setkamiz ancha yillik tarixga ega. Bu eng oddiysi hisoblanadi. Buni o'rnatish uchun romingizni to'rtta tomonini plasmas aksesuar qotirib, keyin bu ilib qo'yiladi. Bu moskitli setkamiz eng oddiy moskitli setka hisoblanadi. Bu nega har xil rang degan savol bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa ranglari bor, bemalol shu ranglardan buyurtma bersanglar bo'ladi deb biz har xil rang qilib obrazец sifatida chiqarib qo'ydik.